og'ilishyapti endi. Ko'llar ko'paymoqda. Balonlar o'shyapti. Onun da bo'lyapti hozir. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli baliqchi do'stlar, baliqchi quvozlari. Biz bir ko'lga kelyapmiz. Ushbu ko'limiz Andijonning Maslahat qishlog'ida joylashgan ekan. Ko'l to'liq obzori bilan, natijalari bilan xudo xolasa pastga tushib, ko'lda sizlarga qo'yaman endi mashinani. tanishtirib ko'rsatamiz xudo xolasa. Hojaga namas qo'yib. Keyinroq joy qo'yilaveradi. Bugun menga hamroh Azbek hoji akam bilan Abdushukur. Nihoyat ko'lga kirib keldik. Ovchilar ham bor ekan. Natijalar ham bo'lyapti shekilli. Kecha shovoldida baliq. Buni suvini ko'tarasizlarmi yo mashina qoladimi bu? Endi ko'ramiz aka, lekin o'ydan kiryapti, juda ko'p kirgani yo'q. Buni suvini ko'tarib olsangiz ham zo'r ko'lib qoladi. Faqat oxlon olyapti, xolos. Ammo sazon bilan boshqa qolyapti. Olyapti, ikki chiqaligi. Qo'lga chiqib qolsa, mana o'sbigalarga tushib beryapti. Hop, shu ko'l ekan o'rtoqlar. Hozir ko'l egasiga o'zimiz murojaat qilamiz. Xo'p, ko'limizni adresini tushuntirib olaylik. Ismingizni oldin o'zingiz tanishtirib oling. Akalar yaxshi. Oltinko'lning maslahatida. Hasan Husan mahalladan kelaveradi. To'g'ri, pastga tushib. Pastga daryo bo'yi. Pastga daryo bo'yi, Qora daryoni bo'yida. Andijonning Maslahat qishlog'ida Hasan Husan mahallasi o'zimi? Hasan Husan mahallasidagi kimi ko'li endi bu? Muhammad Rasul. Muhammad Rasulning ko'li ekan o'rtoqlar. Muhammad Rasul o'zingiz bo'lasiz. Bo'ldi. Muhammad Komil Muhammad Rasul desa. Muhammad Komil Muhammad Rasullari ko'li ekan. Natija bo'lganga o'xshayapti, egilyapti. O, qarmag'ani. Mana. Ona bor, chiqyapti. Oldi. Tashab ko'raylik. Borib ko'ramiz endi natijalarni. Men bir yerda o'tirdim, yuzda. Homiylar. Natijadan gapiringlar, natijadan. Bo'lyaptimi? Aql kelyapti mana. Yangi ko'l ochilgan natijalar ko'rib ketaylik. Tavaqa chiqyaptimi? Chava aktivetga, aktivetga solib yaxshi. Qolyapti buni ham buni. O'zini yemitindi baliq bilan krevetga. Dadalog'i bor ekanmi? Bor ekan. Ko'rib ko'ylik, malol kelmasa. Ertaga hamkasblarlar keladi-da bu yerga ovchilarimiz. Mana o'rtoqlar baliqlarning razmerlari, sortlarini ko'ringlar. Yo'qsiz baliq ekan. Zo'r. Hop. Erta chislamiz necha bo'ldi? 12 bo'ladi. 13. Ertaga 13-oktabrdan ko'payish kelayotgan ovchilarimiz xudo xolasa mana bu ko'llarimiz safiga qo'shildi. Ayri yo'liga ikki tomonga qilib qo'ygan. Hammalarga omad tilab qolamiz hamisha. Kuzatuvda davom etinglar, natijalar bo'lsa shu videoga qo'shib qo'yamiz yana. Qo'y. Acha odamda kattalari. Kattalarda kattalar ekanda. Ikkilarni ketib qoldi. O qop katta-yu. Uch ketib oltalik kichkina piyoz qopotda undan ketib oldi baliqlar. Ammo sho'x baliq. Rahmeti qopdimi?
Yo'q, 1 metrga yetib bormayman. Ko'taring, bitta ko'raylik. Bitta ko'raylik. Har doim ham ko'rmayapmiz katta balolarni. Naribetdan kelgan u. Ehtiyot bo'ling, yana chiqarib olmang. Baliqqa tushtirmaylik. Katta baliq ekan-da. Yarim kiloga yaqin. Zo'r. Muhammad Rasululloh ko'liga kela olasizlar ekan mana. Ayta quloqlarni hozir. Hozir shu nima qarma tashladingizmi? Ha, tashab qo'ydim. Ha, ko'ringchi. Tashab qo'ydim, biz ko'raylik. Olmaylar. Baliqlar bo'lsa bitta ko'ramiz. Mana, 1 kilo tepasi chekildi ham. Ana balolar kelaverasizlar. Mana. Chiroyli bolalar ekan. Omadinglarni bersa, bundan kattalarni ham sheylar. Mazaq boslarda, ya'nilarda ko'l bo'lib, aka. Mana yog'och kerak emasmi aka? Yana kimda bor ekan natija? Do'stimda bor, akada bor ikkita. Natijalar bo'lsa ko'rsatib qo'yib olib qo'yamiz. Bizni ko'rsatib qo'ydi o'zi. Baliq ko'ydasizlarni lazım edadi. Zo'r. Omadingizni bersin. Chiroyli balalar ekan, chiroyli natijalari bor. Suv olib tushyaptimi yo tortyapsizmi? Nima qilyapsizlar? Suv tushyaptimi? Ha, qo'shni tortyapti. Ha. Balig'ini. Uni tashlagan, to'kagan. Tortyapti. Sazanchami, kalasichami? Kalasmi, sazanchami? Hop, yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Bu ko'lda faqat to'kali va do'nkaga ruxsat bor ekan. Har xil karmushkali tarmoqlardan foydalanish mumkin emas ekan. Yana har xil ximikatlardan foydalanish mumkin emas ekan. Faqat to'kagilik va do'nkaga ruxsat berilyapti. Boshqa har xil usullarda, birakanali usullarda ov qilishlik taqiqlanar ekan. Canavar. Setka deyip aralar toprağın.
mayda baliqni yaxshi yeydi. Toy yo'qmi? Suv yo'qmi? Mashinada bor. To'xtalma mashina. To'xtalma. Ha? To'xtalma. Yuvaribdi. Mana. Tirimi da baliq. Ha. Kichikroq bo'lsa ham natija bo'ladi. Nonga, non ikkitasi non qo'ydim. Non oldu qani? Chiroyli to'lagan, natijasi chiroyli bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Ashirga po'kagingizni tortib qo'ying aka, ashirda katta baliq dedi. Qanqamagan unarim qolmadi bu jonivorda. Po'kagingiz ham juda kattaroq ekan aka. Katta qo'yib qo'ydim bu hovuzlarga. Bu hali nisbatyapti o'zim 4 grammli. Mana po'kaga. O nari hovuzlarga biz oldab qo'yishdi. Chekadagi. Ertaman 9da baliq to'kaman dedi. Hopga adetdanki havorasi yo'q. Imkon qadar ko'lchilar vaqtida baliqlar to'kkanida yaxshi. Qarsili ko'ldan olishyapti. Adami? Qaysinda? Ha. U kim ekan u? Mana ketdi. Mana oya? Masu. Baliq to'masa yemaydi. Xo'p. Biz 1 soatdan oshiq turdik. Natija bo'lmadi. Biz ketishimiz kerak o'rtoqlar. Bu yerda mana biz tavsiya qilyapmiz. Lekin xohlovchilar keladi. Majburiy emas. Kim xohlasa mana shu kelgani kelib bemalol vaqtlarni o'tkazib ketishlari mumkin. Ovlarni qilish. Rizqlari bo'lsa, nasib qilsa olishadi. Sabri bor ekan-da. Ha, sabri bor ekan ekan mana. Akam sabr qilib o'tiribdi ekan ikkitalardan beri. Nechta oldingiz? Ikkita kichkina baliq olibdi. Kimdadir qanaqa? Rizq deb qo'yibdi buni. Hammaga omad, kuzatishda davom etinglar. Yana xudo xolasa ikkita ko'llarimiz bor, ulardan tez kunlarda ishga solamiz. Ovchilar aytishi bo'yicha baliqlar ertalab yaxshi aktiv yuribdi. Biz kelganimizdan beri natija deyarli bo'lmadi. Mayda chuyda baliqlar chiqdi, lekin katta yirik baliq olingani yo'q. Endi ketishga harakat qilyaptik. Abdushkur yibda chiqib qolsa keldi. Astoqli chiqaryapti. Xo'mi? Ha, men uchun maxsus ekan. Ha, boplis. Epchilovchilardan olmasa bo'lmaydi. Patsagiz bormi? Patsani olish kerak shekilli. Amur ekan. Shashilmay chiqarasiz endi jindi. Charchat. Endi zerikib ketyapti-da. Voy jonivor.
va boshqacha baliqda bu. Hozir 1 kilo olib bo'ladi-yu, lekin 3 kilo sazanni quvvati bor-da. Oppoq. Maza qilyapsizmi, shukillar? Ana, xolos-chilar kelinglar, shukillarga o'sha maza qilib ketinglar. Jonivor. Ko'lni o'zida katta bo'lgan baliq mana shunaqa sho'x bo'ladi, shukillar. Yaxshimi 3-4 kilo olmas ekan. Ana, nihoyat bo'yin berdi. Pulli bo'lsin. Epchilar ovchilardan abdushukr bo'ladi. Ertaga keladi shukillar. Shu yerda bo'ladi. Endi ketsak ham bo'la oladi, ha? Biz borini ko'rsatdik. Ona bola ham qalban shop bo'ldi. Yo'q. Ha. Orasacho'y. Ha, bo'p qoldimi? Ha? Bu chiqim qaytdi-yu. Yo'q. Hazillashdi. Ochlarimiz hazillashib turishadi. Hammaga omad, kuzatuv davom etinglar. Ha, yaxshi. Ha, ketyapti, ko'zim tushib qolib. Olib qo'ydim. Ketmadini endi ushlagan edi. Yaxshi, 900 gram keladi. 1 kilo shunaqa. Yaxshi. Omadinglar bersin. O, sog' bo'ling. Ikkinchi ko'l ekan, xolos-chilar bu yerdan o'tirsa bo'lar ekan. Biz endi qaytdik. Kuzatuv davom etinglar. Bo'ldingizmi? Hamshika, rahmat. Bo'pti. Uka, ishlaringizga rivoj sizni ham. Bizdan sekin qaytdik. Siz qochib ketinglar endi. Maslahatlar kelsa bemalol telefon qilib oladi. Baliq tashabbus suv qo'ying endi. Zamonga rozi bo'lasiz. Bo'ladi. Abdushuklar natija bo'lib qoldi. Turg'moqchi-yu. Turg'madi, akani oldida ijoratdan bergan bo'ldik. Yo'q, xudo xohlasa aka chiqadi baliq bor. Bor, bilaman, o'tirganman bu yerga. Baliq ko'p. Bor, dadam baqardi aka. Biz Qirg'izistonda yurardik ko'proq aka. Ha. Ana dadam hozirga borib kelib, qiylanib qolmasin dada dedi, tushmay qo'ying, biz qaraveramiz. Yozda kelib, bu so'ringlarni damogani deydi. Damasda ikimiz Abdushuklar oldin kelgan ekan yerlari. Yaningizmi? Shaharda ishlaydigan. Xo'p, endi uyga ketishimiz kerak. Hammalarga omad, tinch bo'linglar. Klasslar bosib qo'yish esinglardan chiqmasin. Bu yerda ham juda zo'r ko'l bor ekan, buni lekin bermaydi ekan. Endi qolib ketgan baliq bor ekan. Mashina shu o'layapti. Amur ekan bitasi. Amur Serof akani. Omadingiz bersin, zo'r. Ketdingizmi endi? Ketday kelasiz ekanda endi. Baliq qachon chiqadi? Xohlasam ko'ramizmi? Xohlasam ko'ramizmi? Nima to'y ekalaringizni ham nimaga olib tashlang? Ne odam ko'payadi yana. Hozir bizdagilar hech